Ya assalomu alaykum. YouTube'da Komiljon Uzni kuzatib o'tirgan obunachilarim va obuna bo'lmay chekka-chekkada kuzatib turgan kuzatuvchilar. Sizlar bilan yana Komiljon Uz. Bugun hafta kuniga seshanba 30-sentyabr 2025-yil. Bugün biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida joylashgan Simental firmamizdan video obzor tayyorlaymiz. Bu video obzorda biror narsa sotish ya boshqa bas. Rosta shu ko'rib bir maza qilib ko'zlaringni quvontiringlar demoqchiman. Kelajakda mana shularni bo'zaklaridan bitta qilib sotamiz, xudo xolasa. Tayyorgarliklaringni ko'rib turaverasizlar. Xunojinga ishqibozlar, novvoscha, voha taraflilar ko'plari ho'kizcha deyishadi, bizda novvoscha. Ular hammasi bo'g'oz, xudo xolasa. Bu yil ko'p dam olishdi, 3 oy dam olishdi bular, 3 oy. Orada ma'lum sabablarga ko'ra ichiga buqalarimiz bo'lmay qoldi. Shuning uchun 3 oyga kechikdik. Buna paytda bo'zaklarni tarillatib sotayotgandik. Aziz obunachilar, bizni kuzatishda davom etinglar. Yangiliklar bo'lsa, bir sotuvda narsalar bo'lsa, bizatini chiqaramiz. Mana shu yerda sotadigan bir dona buqamiz bor. 3 ta buqa, 3 tadan bittasini sotamiz. Ama qaysi birligini o'zimiz ham ajratolmayapmiz. Bir-biridan go'zallik ko'rgan. Qaysi birini sotmoqchi edik? Kattasinimi? Kichkinasini deydi. Ketdik o'sha kichkinasini bitta haydan ketdik. Mana zotga qo'shilgan buqalarimizni bittasini sotib yuboramiz. Ko'plik qilyapti bu yerda. O, naqda yotib shekilli. Mayaqda ekan. Ona. Ona. Kilosini bir yo'la aytib ketamiz a? Ahmadjon aka. Go'zal simentallarni bir tomosha qilib turamiz ungacha. Aziz obunachilar, mana kunlar ham sekin-sekin sovishni boshlayapti. Mollaringni sovuqqa qarshi, kelayotgan yuqumli kasalliklarga qarshi hamma narsa ko'proq shu sovuq o'tishidan kelib chiqadi, viruslar, Shuning uchun dermatit, yana nima edi? Xorason. O bizda shalax deyiladi. Shu kasalliklarga qarshi emlatib qo'yasizlar. Mana bu sigirlarimizni ichiga qo'shilgan mana zot. Asl zot. Haydangchi. Mana shunisi kattasimidi? Mana shu 650 kiloligi mana shu. Mana shu kichkina novvosga o'xshayotgan narsa 650 kilo chiqyapti tirik vaznga. Buni qizili 557 kilo ekan. Ashinisini sotamiz, maylimi? Yo'q, kattasini sotamizmi? Shep bilanmi? Xo'p. Ana shu kichkinasini sotib yuboramiz. Ashini bicha beraqqa haydab yuborasiz, mana o'ta yuvosh, o'ta sifatli. O'ta konkret. Mana yaqinlashtirib ko'ryapman, ichkariga tushishni ilojisi yo'q. Mana 650 kilo ekan mana shuni buqachamiz mana. Lekin bu sotilmas ekan. Shepda aytishlari bo'yicha. Ona yurgan to'q qizilrog'i sotilar ekan. Ha, shuni Ahmad aka haydab yuboring. Bir yaqinlashtirib ko'rsatamiz. Ha, xudo xolasa yangilik bor ekan, mana o'zi tug'ib qolar ekan Ahmad aka.
3-4 kunlik qopti mana aziz obunachilar. Xudo xolasa mana shuni bitta tug'ib bersa, buqacha tug'sa, buqacha ishqibozlariga mana shuni bolasini sotaveramiz. Ko'ringlar. Kuzatishda davom etib turinglar. Aka tug'dimmi deb Telegramdan ham bemalol yozib turinglar. Lichkamga yoki bo'lmasa Telegram kanalim ham bor. Semental mol bozori deb yozilgan. Mana shu 550 kilo chiqadimi aziz obunachilar? Yana 550 kilo. O'ta go'zal va sifatli. Ke. Juda beg'am. Unda meni uydagim ham 600 kilo chiqaverar ekan, shundan kattaroq edi. Men taxminan o'zim 500 kilo dedim, adashibman. Aziz obunachilar, mana shuni sotamiz. Hozir sizlarga narxini aytib o'tib ketamiz. Xudo xolasa, tirik mana shu oyog'iga gaplashaveramiz. Tanijoni sog'lom, oyoqlarida hech bir jo'tida nuqsoni yo'q. Hali bo'zak bular. Endi mana shuni ichida yayrayman deb keluvdi, ko'plik qilyapti. Kattamiz qatta edi? Bu ham ichidami? Ha, ichkariga olib qo'yilibdi. Kuzatishda davom etamiz aziz obunachilar. Hozir narxini aytib o'tib ketamiz, xudo xolasa. Ha? Ha, bular hammasi yaqin qoldi. Bular mana chapdas ekan. Tindirishmas ekan. Zotga olaman desalaring ham bo'laveradi mana. Mana 550 kilo mana. Mashina sotiladi, tanib olinglar aziz obunachilar. Chapdaslar. Asha Ahmad akam chapdas deyaptim, chapdas bo'ladi. Bo'ladi. Mollarni shuni ko'z bilan ko'rib, qaysi qanaqa xarakteristikasini shuni aytib beradilar. Inshaalloh. Ana. Shu mana aqlim mana buqachani qulog'ini qimillatadi-da. Narxini aytib o'tib ketamiz a. Ko'p kutirmaylik aziz obunachilar. Aziz obunachilar, mana buqamizni narxini ham aytib ketamiz. Mana o'naqa ketib qopti hozir. Ma. Buqalarni ham ular charchatyapti. Mana 550 kilo vaji bor, tirik veska. Cho, mashinani sotamiz dedik. 46 millionga xaridor bo'lsa sotiladi. Mana shu toza firmaniki. Toza qonli Avstriya mana. 46 millionga mana shu qizili sotiladi. Zot uchun faqat u go'sht yo'nalishi go'shtga emas bu. Lekin go'sht olaman deganlar ham mayli-yu, lekin u ol ketadi demoqchiman. Hali bo'zakcha bular. Ahmad aka tushyorganmi? Tushyorodimi bu? Yormagan a? Yo'q, bo'zali. Tushyorilmabdi mana. Hali bo'zak ekan, lekin avtomat deyilyapti. 5-6 tasini qochirdi kecha. Ana, kuyikkanlarni 5-6tasi. Xudo xolasa endi bu ichkarida boqilyapti-da. Bu g'unochilar qo'shilgani yo'q edi haliga. Latpat yeb qolmasin yosh narsa. Xo'sh. Voy. Anosi ham orqasidagi ham. 46 million so'm ozgincha xayriga o'tib beriladi aziz obunachilar. Firmadan garantiyali avstriyskiy zotidan olaman, zot uchunga deganlar uchun 46 million so'mga mana shu ko'rsatilgan buqa sotilaveradi. Nomerimizni qo'yib o'tamiz. 99lik bilan 142 0408. Ayva, deydi-yu. Sog' bo'linglar, ko'rishguncha.